Mana hurmatli yo'q go'shtlik hamjodlari, o'sha jumaga so'yam deb atagan buqamiz, ko'rsatgan buqamiz. O'shanda ham aytib o'tganimizdek 1 yildan oshiq yemda turgan buqamiz. Xudo xolasa bu buqamizni hozir so'yib, ertaga xudo xolasa juma kuni juma aksiyasiga chiqaramiz. Yana bu buqamizni 1 yildan o'zimiz boqqanimiz munosabat bilan katta o'yin o'ynamoqchimiz. Agar bu buqamizni toshning kilosini topgan odamga 3 kilo go'sht yo'q go'sht do'koni nomidan hadya qilamiz. Videoni davomini ko'rsanglar, go'shtlarni ham qo'yib boramiz. Hammaga omad.